Ana hovliga akamizni chaqirdik, kelganlar bir chiroyli qilib, porядка qilib yerni haydab, nasib bo'lsa chiroyli bo'lsin hamma yer. Shunday qilib bugun yana video olyapman. Hovlimizda sizlar. Bugun kechqurun yana bir video olaman. Nasib bo'lsa bu yer chiroyli bo'lib, keyin shu bilan nasib qilsa ertaga yo indinga yana video olaman. Podpiska qilinglar. Hozircha podpiska qilish menga juda muhim. Yordamlaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Kechqurun bo'ldi. Hozir bugungi ishlarni ko'rsataman. Qani nima bo'lgan? Bir ko'rasizlar. Endi qishdan chiqdik, hali hovlida ko'p ishlar bor, ishlarni qilish kerak. Tak. Mana yerni yarmini ag'darib bo'ldi akamiz. Endi ertaga nasib qilsa bu tomonni ag'daradilar. Ana shunaqa. Xo'p, bo'lmasam ertagacha yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar.